Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, bugungi videomizda mana shu yangi chiqqan kriptovalyutada pul ishlaydigan bitta saytni ko'rsatib, ya'ni tanishtirib beraman. Albatta reklama asosida videoga olinayotgan sayt bo'ladi do'stlar. Xo'p, bu saytimizning nomi Fundraise deb nomlanadi. Xo'p, bu saytimizga kiramiz. Kirganimizdan keyin albatta sayt silkasi shu videoning opsiyasida bo'ladi do'stlar. Ro'yxatga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Email yozamiz, parolni 2 marotaba takrorlab, invite code degan joyga tegmasdan sign up bo'lsalar, siz saytda ro'yxatga o'tgan bo'lasizlar. Agar o'zingizlarning akkauntlar bo'lsa, bu yerdan sign inga bosib, o'sha emaillar bilan nimalarni, ya'ni parollarni yozib kirib olishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir hisobimizga kirib olamiz. Albatta sizlar ham saytda ro'yxatga o'tkazishlar shunda o'yin ochiladi. Bu yerda mana ishga tushgan sanalari va boshqa qisqa ma'lumotlar beriladi do'stlar. Xo'p, bu yerda mana bu referal taklif qilganimizga o'sha do'stlarimiz depozit kirishsa bizga qo'shimcha bonuslar bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana kompaniya profili, bu yerda saytning homiylari, keyin test bo'limi bor. Pastdagi 5 ta bo'limdan test bo'limi, bu kunlik vazifa bajaramiz. Masalan, komplet hozir men bitta vazifa bajarib olganman. Keyin team bo'limi bor. Team bo'limi orqali referal, ya'ni mana bu referans ekamiz kopirovat qilib olib, do'stlarimizga ham tarqatib, qo'shimcha 17%, 3%, 1% qo'shimcha o'sha komissiya olishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlarimiz depozitga tushsa, hop, VIP bo'limi orqali biz VIPlar bilan tanishib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hop, minimal depozit adashmasam $4.10 edi. Va kunlik daromad olishimiz VIPlarni ortsak bizga $1.44 daromad keltirib turadi. Bu yerda mana ko'rsatmaga har xil VIPlar bor. Agar depozit kiritmoqchi bo'lsanglar, faqat mana shu VIPlar yoki VIP 2 ni maksimalni sotib olishni maslahat bergan bo'lar edim. Undan u yog'i risk. O'zi shuni ham hali bir riski bor, masalan, foydaga chiqish yoki chiqmaslik noma'lum. Xo'p, mail bo'limi orqali biz o'zimizning asosiy profilimizga ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda endi recharge bosib biz to'ldirishimiz, ya'ni depozit kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerda mana 12 xil kriptovalyuta orqali depozit kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. Bizga hop bu yerdan eng qulayi, masalan, komissiyasi xos Polygon bor, ya'ni Polygon pol kriptovalyutasi va mana bu BEP20 USDT bor. Keyin BEP20 ustiga bosasizlar, masalan, любой bitta qaysi bir kriptovalyutaga depozit kiritmoqchi bo'lsalar, o'shaning ustiga bosib, bu yerdan mana adresni kopirovat qilib olib yoki mana bu QR kodni skaner qilib olib pulni yuborasizlar. Pulni yuborib qo'ygach, recharge complete deb bossanglar, sizlarning pullar hisobingizga albatta 5-6 daqiqa ichida hisobingizga kelib tushadi. Keyin bu yerdan VIP bo'limidan bitta VIPni sotib olasizlar. O'zingizga ma'qul o'sha qaysi VIPga depozit etgan bo'lsalar, o'shani bosib test bo'limiga o'tib, bu yerda mana bunday vazifa bajarib chiqib turadi. O'sha vazifa bajarishni ustiga bosib bajarib olib, keyin mail bo'limi orqali biz pullarimizni yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda BEP20, BNB Tron, BEP20 USDT, Polygon USDT plus mana shu kriptovalyutalar bor. Hozir men o'zimning adresimni olib kelib qo'yib, albatta pul yechishni ham ko'rsatib beraman. Bu yerda mana minimalkalar ham yozilib turibdi. Shuning uchun men hozir mana bu buyruqlarni to'ldirib oldim. $1.44. Mana bu yerga informatsiya degan joyga shunchaki bitta raqam yoki harf yozib qo'yishlari mumkin. Adres yozasizlar, keyin parolni yozasizlar. Ro'yxatga o'tgandek va confirm bossanglar, sizlardan saytdan pullarimiz hisobidan chiqib ketadi. Withdraw successfully bo'ldi. Xo'p, endi bu yerda mana Finance Records уже tepadan ko'rishim mumkin. Binance xabar hamyonimizdan xabar keldi. Pullarimiz o'tkazilganligi haqida. Bu yerda mana withdraw successfully deyapti, ko'rishim mumkin. Albatta do'stlar, hozir Binance hisobimizni ham ko'rsatib beraman. Bu yerda mana ustiga bosamiz. Mana ko'rishim mumkin, $1.44 hisobimizga kelib tushganligini ko'rishim mumkin bo'ladi do'stlar. Komplet bo'lgan. Albatta do'stlar, hozircha sayt to'lovda, lekin do'stlar, albatta depozit kiritishni maslahat bermagan bo'lar edim. Shunchaki reklama sifatida videoga olinayotgan sayt bu do'stlar. Albatta
kirib ishlamoqchi bo'lsanglar ham albatta sayt silkatish uchun APSNS'da bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bunga yo'lakam shulardan iborat edi. Agarda video yoqqan videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.